Toshkent mintaqasi temir yo'l transportida xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasiga 2021-yil 10-fevral kuni soat 12:05 da xabar kelib tushdi. U xabarga ko'ra, Salar Yalang'och temir yo'l bekatlari oralig'ida 64-30 sonli elektropoyezd 15-18 yashar atrofidagi qiz bolani urib yuborganligi to'g'risida ma'lum bo'ldi. Voqea joyiga chiqilganda Chilonzor tumanidagi 103 sonli maktabning 10-sinf o'quvchisi ekanligi ma'lum bo'ldi. U qizimizni o'zining ehtiyotsizligi oqibatida temir yo'lda xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasdan harakatlanib ketayotganligida o'z ehtiyotsizligi oqibatida o'sha poyezd urib ketishi holati sodir bo'ldi. Va o'sha voqea joyiga chiqib so'ralganida o'sha o'zi so'zi tomonidan ham aytib o'tilyapti, o'sha qulog'ida quloqchin bo'lganligi sababli shu holat sodir bo'lgan. Ayrim ijtimoiy tarmoqlarda bu holatni qizcha o'z joniga suiqasd qilib sodir qilgan deb aytishyapti. Bu holat surishtiruv davomida aniqlandiki, bu holat asossiz. O'sha o'zining ehtiyotsizligi oqibatida quloqchin taqib, baland ovozda o'ziga tegishli bo'lgan telefon orqali musiqa eshitib ketish natijasida sodir bo'lgan. Mashinist tomonidan o'z vaqtida favqulodda tormoz berish natijasida qizchaga uncha og'ir bo'lmagan yengil tan jarohati yetkazilgan. Tez tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida 14-sonli bolalar shifoxonasiga, travmatologiya bo'limiga olib borilgan. Hozirda qizchaning ahvoli yaxshi holatga, tuzalish holatiga yaqinlashyapti. Tuzalyaptilar. Yengil tan jarohati olganlar, ko'karish, shilinish aniqlangan. Shifokorlar tomonidan qizchaga qaralyapti.